Hurmatli azizlar, mana Avliyatani obod qilishda qilinayotgan ishlar mana ajoyib ishlar bo'layapti. Mana musofirda turgan yigitlarimiz ham qarab turgan yo'q. Dirhamlari bilan yordam qilib turibdi. So'zlari bilan yordam qilibdi. Mana elimiz, xalqimiz barchalardan minnatdormiz. Mana nasib bo'lsa mana bu to'kilgan gres toshlarni mana shu mana narxi yangi qilingan yo'ldan mana shu to'g'ri qilib mana tekis ishlar bo'layapti, xudo xolasa. Ha, duodamiz, sizlar ham duodan yo'qlab turingizlar. Birodarlar, duo bilan yel ko'karadi, yomg'ir bilan yer ko'karadi deydi. Mana shu avliyada bo'layotgan ishlar xayrli bo'lsin. Ey yashangizlar azizlar, hammalaringizga Allohdan sog'lik. Duoda turingizlar, duodamiz mana shu Allohning baytida turib hojilarimiz ham duo qilyapti inshaalloh karim. Ey yashangizlar, mana kor maqsadlarni qarang, ishlashni ham. Ey yashangizlar.